faqat ancha ichsangiz bo'laveradi. Mana misol kosmetolog qimmat, kosmetologga borishdan charchadim. Bu kosmetolog 300 ming ekan, bu kosmetolog 100 ming ekan deydi. Mayli, bemalol 300 ming so'mlik kosmetologdan qo'shib 100 ming so'mlik kosmetologga boradigan bo'lsangiz, siz aytgan natijani ola olasizmi? Yo'q. Nabarot betingizni o'ldirganingiz qoladi. O'shini singari narsa bular. Qo'shimcha ovqat bekarga emas, organizmda kerakli joyiga o'sha vitaminni beramiz. Berganimizdan keyin biz o'zimiz xohlagan natijani olamiz. 60 yoshda, 70 yoshda qariymiz, to'g'ri, qarilikka hammani yetkazsin. Lekin qariganda ham birovga muhtoj bo'lmasdan, hassaga tiyanmasdan, o'zimiz bemalol hojatga borib kelib, mehmondorchilikka borib, nevaralarni bemalol tizamizda olib o'tirish uchun harakat qilyapmiz. Men ham mana doim ichaman. Men o'zim ichadigan narsalarim. To'g'ri, kasalmasman, lekin kasallikni oldini olish uchun qariganda chiroyli bo'lib yurish uchun ichaman.